Bugün biz Minecraft oynayacağız. Qishloqni kuchaytiramiz. Ikkinchi qism. Qani bo'lmasa ketdik. Bugungi videoda biz uylarni ko'paytiramiz. Mana bu yerga ikkita va uchta uy qurmoqchimiz. Qani bo'lmasa ketdik. Videoda davomida qo'yaman. Uylarni qurayotganimni davomida qo'yaman. Qani bo'lmasa ketdik. Bizga shu bloklar kerak bo'ladi. Qani bo'lmasa ketdik. Mana birinchi uyimiz qurish davomidamiz. Boshqacha fasonda qurmoqchimiz. Mana yarimi bitib qoldi. Qani bo'lmasa videoda davomida ko'rasizlar. Mana uyimiz bitdi, baho berasizlar birdongacha. Bu yotoq xonalarni tashadik va bizning modimizda chiroq qo'shib berar ekan. Mana yana ikkita uy quramiz va videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Videoda oxirigacha ko'ramiz. Okey, men quraman. Bu uyimiz ham bitdi. Baho berasizlar. Qani unda ketdik keyingi uyga. Mana bu yerga shu yerga kursam kerak. Keyingi uyga shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Men yotoq qurmadim, uy qurmadim, faqat mana bunday qilib yotoqlar qilib qo'yaman. Men yangi mod topdim, mana ishlanadi. Va detallar ham boshqacha. Detallarni hammasini bitta ko'rsatishdan. Hop, detallarimiz birinchisi bu usta bunda mana qo'yib. Usta bunda har xil nezerit hamma yoq chiqarib beradi. Ikkinchisi mana shunday. Uchinchisi bu shef. Oshpaz. Oshpazlik hech narsa yo'q ekan. Bekbol. Shuni o'xshashamiz. Kitobcha. Bunda ham hech narsa yo'q ekan. Battaniyasida mana bunday narsalar bor ekan. Men yana mod tortganman mana bunday. Mana qirg'ishlar. Pul va telefon modi va bular pul modi telefon. Mana shularni yuklash uchun shu videomizdan 10 ta yoki 20 ta obunachi kelsa qo'yaman.